Kechasini oyog'im jiq sanjirib yig'lardim. Nimaga og'riyapti? Ishlamasam uyda hozir yotibman deb xafa bo'lardim. Qo'lim jimirab qoladi, jimirab qolib nes bo'lsa mana bunaqa urardimda. Yo'q, unaqa narsalarim yo'q, alhamdulillah. O'zim sahirman. O'tirsam turolmadim. Mana hozir bemalol turib harakat qilyapman. Fizlechani ham oldim, shamam oldim, vanna qildim, uni sandal oldim, zulik qo'ydirdim, ina terapiya qildim. 6 xil lechani olsam ham ikkinchi etaj chiqardim, mana qilib tortilib chiqardim ikkinchi etajni. Lekin shular xayrli bo'lsin, alhamdulillah, shular lekin odamlarga foydali tegyapti. Assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa bugungi tashrifimiz Qirg'iziston Respublikasining O'sh shahrining Qorasuvsiga tashrif buyurganmiz, ya'ni Qorasuv bozorining ro'parasiga. Shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, aynan o'sha suyak, bo'g'im, nerv bo'yicha aziyat chekib, qiynalib yurgan tanishlar bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Aynan o'zidagi o'zgarishlarni va necha kunda asosiysi ta'sir ko'rsatganini aytib berdi Xudo xolasa. Og'riqlar boshlanganiga sizga necha yil bo'ldi? Nimadan boshlangan o'zi? Birinchi necha yil bo'lgan? Men birinchi og'rig'imda yiqilib tushdim. 1 yil og'rib yuraverdi. Keyin og'rig'im avjalaverdi, keyin bu o'zim samolyotchini qilmay tomografiga tushaysan, tomografiga tushsam, orqa oyog'im orqa tarafda nima bor ekan? Asha treshini 3-4 stipendiya dedi. Operatsiya qilamiz. Keyin tizzamga 6 ta ukol nazarchana qilib, men 5 tasini oldim, bittasini olmadim, qo'rqdim. Tizzani o'ziga 6 ukol. Tizzani o'ziga shunaqa. Keyin qarasam foyda qilmadi. Og'riverdim, xo'jayinim aytdiki, ketdi dedi, sanatoriyaga dedi. Men yana boshqa nimaga tushsam, tomografiyaga tushsam, u aytdiki, tizzangiz tepasida mayda tomir shamollagan dedi u. Bo'pti, endi uni ham qildim, u ham nimaga ukol oldirdi, fizlechani qildim, yana bo'lmadi. Keyin nimaga bordim? Shayxonga bordim. Shayxonga borib, nima fizlechani ham oldim, shamam oldim, vanna qildim, uni haligi sandal oldim, zulik qo'ydirdim, ina terapiya qildim. 6 xil lechani olsam ham bo'lmadi. Ikkinchi etaj chiqardim, mana qilib tortilib chiqardim ikkinchi etajga. Oyog'im hozir alhamdulillah shukr. Xo'jayinim mashinasiga chiqadigan bo'lsa, hozir oyog'im chiqdi. Yo'q, yaxshiman hozir, oyog'im ham chiqadi. Lekin nima bemalol mana plan kecha nima Kuvaga borib keldim, alhamdulillah shukr. Bemalol borib keldim. Bemalol dori ashundan men dori ichmay qo'ydim. Shayxonga borib lechani oldim, seronni yana qaytib kelsam, asha oqsayapman-da. Keyin O'zbekistonda katta o'g'lim O'zbekistonda yashayapti, O'zbekistonga bir ish bilan o'tsam, bir ayol nima oqsoqlanib kelyapti, qo'lida hassasi borda, o'ksib ketdi. Men ham bir kun shunaqa bo'lib qolaman deb o'ksidim, lekin bitta bolani so'radim, nima o'g'lim ayaz og'riydi, onam dedi, birinchi marta dedi, hasqitaya bilan onasini ko'tyapti dedi. Lekin shu odamga rahmat, men ashuni adresini olib qolmabman. Qoladi dedi, mashina qiling, mashina bilan dedi, ayam yaxshi bo'ldi dedi, kalaska emas, yurib borib kelyapti dedi. Men srazi telefonni nima qilsam kirgizib qo'yib, men unaqa qilachim deb, "Qilib bering o'g'lim" deb telefonni berdim, qildi. Shundan keyin oldim. Alhamdulillah, yaxshiman. Kechasini oyog'im jiq sanjirib yig'lardim. Nimaga og'riyapti? Ishlamasam uyda hozir yotibman deb xafa bo'lardim. Yo'q, unaqa jiqishlashlari qoldi. Mana endi Xudoga shukr, bemalol mana kecha Andijon Kuvaga borib keldim, bemalol. Demak, o'sha o'z harakatingiz ham ko'p ekan. Harakatim ham ko'p, lekin odamlar unaqa искусственный narsa yo'qda, odamlar ishonsa naturalniy. Hamma yo'q naturalniy, alhamdulillah shukr. Masalan, men nimani undan oldin nimaga bordimda, Shayxonga borsam bir kampir oyoq og'rir ekan. U xotin aytdi, "Qizim" dedi, "nima Kamazin saridori bor" dedi, "Ashuni surtgan dedi. Shu bilan qoldi meni oyog'im" dedi. Qo'latirib ekan u kampir. "Bo'pti" dedi, "Men bilan surksam shuni hediganday bo'ldi. Vaqti zo'r bo'lsa kerak" deb mehr qildim. Ammo mehr qilish kerak ekan. Mehr qilish kerak, birinchi o'rinda. Birinchi o'rin mehr qilib bismillah deb Allohdan shifo tilasa, bir tomchi narsa ham shifo bo'ladi. San'atchi bo'lamiz-da, aslida. Xudo xohlasa nima martabalar ulug' bo'lsin. Lekin shular xayrli bo'lsin, alhamdulillah, shular lekin odamlarga foydali tegyapti. Inshaalloh, aytganingiz kelsa. Tegyapti. O'sha harakatda ko'p bo'lgan, hali yurolmay qolsa, harakat cheklanib qolsa, o'ta siqilib qoladi-da. O'shanda sizda og'riq o'ta kuchaygan paytida. O'ta kuchaygan narsa. Masalan, chiqa olmay qolganman deysiz. Qanaqa taassurotlar o'tganingiz? Voy, ishonasizmi? Yoshim endi 66 xafa bo'lardim. Endi kimga qoram bo'lib qolaman? Xafa bo'lardim, yig'lardim. Endi men shunaqa o'tirib qolsam, kim qaraydi men? Allohning qilib harakat qilardim-da. Lekin dorini ichgandiga 3 kundan keyin yaxshi bo'lib qoldim. 4-kuni og'riq ras avj oldida. Keyin voy shef, yana xo'jayinim chepdimi, shef manaqa bo'lyapti desa, izlanaman deyording, izlan dedi.
Qilaverdi dedi. Lekin yiqilgan kurash to'mabdi, qilaverdim, alhamdulillah yaxshiman. Lekin ro'zada ichdim bir oy. Yani odamlar anaqa manaqa og'riq qoldiradigan dodi, qani men ispitaniya qilaychi deb, keyin bir oy ichmay, keyin yana ikkinchisini ichdim. Hech qanaqangi uni og'riq qoldiradigan narsa yo'q ekan. Prosta mehr bilan oyoq ach mazin surkash kerak ekan. Hatto 10 ming surkash kerak ekan. Lekin men 2 mahaldan surkadim. Men 2 mahaldan surkadim. Lekin rahmat tani joylasa, Alloh rozi bo'lsin. Martabalar ulug' bo'lsin. O'sha boshida olayotganingizda gaplashganimizda adashmasam men gaplashgandek bo'layapman hozir. Qilmagan narsam qolmagan umuman. Qilmagan narsam qolmagan. Qilmagan ishlarni men telefonda qanaqa oyoq og'rig'i eshitsam, ashuna qilardim. Qilaver. Qilmagan narsam oxiri shu tochkadan to'xtadim. Mana shu lekin aytayapman-ku, sanatoriyga bordim deyapman. Shayxonda bo'lmasa hamma fizlecheniya, shamlar hamma agar oyog'im nimaga ashuna yaxshi bo'lib qolardim-da. Yaxshi bo'lmadim-da, shu yana taytonlab keldim. Endi mana shunaqa qilib yurardim. Undan keyin lisensiyaga chiqib ko'rdingizmi? Endi hozir mana bemalol kecha mana lisensiyalardan chiqib borib keldim mana. Tamoshindan bo'lay borib keldim. Yo'q, yaxshi alhamdulillah. Odam endi buni olgandan keyin harakat qilish kerak ekanda. Bir nima Suzoli qizim, Jallovodga qizim telefon qildi-da. Siz demak Tamoshinda o'tayotganingizda doim arava bilan o'tadigan xotin yurib ko'rdim. Hassa bilan yurib o'tgan ko'rdim. Tushundingizmi? Choyini ham oldim, mazini ham oldim, har balosini qildim. Yo'q, mashina ta'sir qilgani yo'q, lekin bu ta'sir qildi. Alhamdulillah, lekin endi baniya shifo. Birinchi o'rinda shifo Allohdan, to'g'ri. Shifo Allohdan. Hali ko'pchilik so'raydi, kimgadir 3 kunda ta'sir qildi, bo'lsa kimgadir 1 kunda ham ta'sir qiladi. Nimaga menga 1 kunda ta'sir qilmadi? Lekin organizm har xil bo'ladi. Qo'lim uyishlar ham yo'q aytmoqchi. Jimirashlar. Qo'lim jimirab qoladi, jimirab qolib nes bo'lsa mana bunaqa urardim-da. Yo'q, unaqa narsalarim yo'q, alhamdulillah. O'zim saxirman. Pullarim jimirra ashuna bordi. Oyog'im orqasiga qayta tortardi. Yo'q, unaqalar yo'q, alhamdulillah. Unaqalar yo'q, yaxshiman, Xudoga shukr. Shunchalik yurishim ham behisob shukr. Albatta. Bitta savol bo'ladi, hammaga qiziq savol. Biz gapirtirib berasizlar, o'zib berishadi. Qarindoshmasmiz siz bilan, to'g'ri? Yo'q, biz begonisi endi ko'ryapman, o'g'lim. Halayning gardishini endi ko'ryapsiz, bolam. Ungacha faqat telefonda gaplashganmiz, mana. Yo'q, odamlar ishonaveringlar, unaqa qo'shimcha iskutin dorilar yo'q, orqa qoldiradigan dorilar yo'q. Ishonib hammasi nima deydi? Tabiiy narsalardan bo'lganda, hammasi mazalar ham ulardan tabiiy narsadan bo'lgan. Hali kapsula ichsam, bipas tursan o'simlikning hidi kelardi oshqozonga. Deb yurardim. Yo'q, lekin unaqa narsa yo'q. O'zi hayotda ham aktiv ekansiz, gruppada ham o'zi rosa aktivsiz. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Biz kirolmay qolsak javob berib turamiz. Yo'q, javob berib turaman. Hali odamlar hali tushib bering, bitta ko'yka nechmi bo'lyapti. Bo'lsa men qancha bilan nima 500 dollar bilan lecheni olib keldim. Bu hozir 6000. Ashunda bilasizmi? 7 kun, 8 kunda shu lechen pulni olib 8 kunda 500 dollar. 8 kun tizamga baylab keldim mana shu pulni. Mana Xudoga shukr, yaxshiman, alhamdulillah. Endi odam tushib bering, nimasini tushib berasizlar? Bu maz bo'lsa, dorilarni ham aptekalar falon pulga olyapmiz-ku. Albatta. Lekin bu naturallikka rahmat, haqiqiy ishondim. Tabiiy narsa, tabiiy giyohlardan tayyorlangan narsa. Hali gruppada ikkilanayotganlarga nima deysiz? Yo'q, ikkilanganlar nima ikkilanmasdan olinglar. Olib, birinchi bismillah deb Allohdan shifo tilab ichinglar. Keyin mehr bilan ichinglar bo'ladi. Lekin qo'zg'aganda, anaqa qo'zg'alsa, unaqa og'riq qoldirmadi demanglar. Yiqilmadi, kurash kerak. Men kurashdim-da. Tushundingizmi? 3 kun og'riq qoldi, 4-kungacha qo'zg'aldilar. Yana o'tib ketdi asli baribir. Asli yana o'tib ketdi-da. Shu bilan alhamdulillah yaxshiman, lekin hech kim unaqa nima ikki xiyol bo'lmasdan olib ichaversin. Demak, o'sha kamida 10 yil bo'lganda, to'g'rimi, og'riqlar boshlanganingizga, shu 10 yillik og'riqlaringiz aynan shu Vertaflex mahsuloti orqali 3 kunda qoldi. Alhamdulillah shukr qoldi. Keyin bitta qo'zg'ab turib o'tib ketdi o'tada. Ammo bir qo'zg'ab o'tib ketdi. Buni bir qo'zg'ab o'tib ketdi. Endi hozir bir oy ham mana 15 yildan kalaskadan jinda oyog'im sezyapti, deyapti. U ham qashqarishloqlik. Demak, siz o'sha mahsulot tavsiya qilgan bemoringizni iste'mol qilib, undagi o'zgarishlar qancha? Undagi o'zgarishlar o'zgarishlar yaxshi-da. Men so'rabdim, nima bo'lyapti deb so'rayman-da. Men hali uyalib qolmaysan. Yo'q, o'zgarishlar yaxshi, alhamdulillah shukr deb shunaqa. Lekin o jinni ozinglar deb qo'yaman. Qo'ymam nima. Besan bor o'zi dedi. Lekin olishsin, hech kim ikkilanmasin. Vaqtingiz bitta ko'ka 12 ming berib,
30-40 mingni banisda yotib chiqyapmiz-da. Cho'loqlarni mashina qilib yurardim, qo'lim xafa bo'lib uyalardim. Hamma bozorda meni taniydi-da. Voy, Karimba mana qopdi desa, uyalardim. Öksürdüm, nasıl öksürdüm? Mana. Maşallah. Mana. Ko'ryapsizmi? O'tirsam turolmadim. Mana hozir bemalol turib harakat qilyapman. Ilohim, avval Xudo sizlar sababchi bo'lib mana ya'ni menga o'xshagan kasallarning dardiga Alloh shifo bersin. Avval Xudo sizlar sababchi, rahmat, tanijonlar sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Qilayotgan ishinglar davomiy bo'lib ko'p odamga nima deydi, yordaminglar tegsin. Otanglarga insof kitobli farzandlar bo'lib, islomiy farzandlar bo'lib, otanglarni haj umrlarga olib boradigan farzandlar bo'linglar. Dasturlar bergan doimo shuna yuringlar, ilohim. Bularga bundan buyog'im odamlarga nima deydi, yordaminglar tegsin. Ar-Rahmat ar-Rohim. Allohu akbar. Obro'lar baland bo'laversin. Suvay, bo'g'an, nerv olalari bo'yicha qiynalayotgan bemorlarga ushbu video orqali tashlasa, Jo'nating. albatta shu siz orqali yoki siz videoz orqali shifo topsa, ham sog'lashgan bo'lamiz, ham ancha manfaatli bo'ladi-da. Ana shu Vertaflex mahsulotini olish uchun o'sha quyida nomer qoldiramiz. O'sha WhatsApp raqamimizni bilasiz. O'sha WhatsApp raqamini Qirg'iziston bayrog'i bilan qo'ydiramiz. Bemalol telefon qilib biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Xudo xolasa, inshaalloh. Albatta.